Ma'arif madaniyat uchur xazinasiga xush kelibsiz. Internet torida yuqori saviyalik o'qituvchilarimiz bilan chet el tili o'rganish orzusidagilarni tarbiyalab kelmoqdamiz. Dunyoning har qaysi joylaridan maslahatga muhtoj Turkiya, Qibrис, Saudiya, Yevropa universitetlarida haqsiz yoki o'qish yordam puli bilan arzon o'qish orzusidagilarning kasb va universitet tanlash, to'g'ri tizimli universitet o'qiy olishiga kafolatlik qilamiz. Maslahat va tafsilot uchun har yil 5dan boshlab aloqa adreslarimizga uchur qilgaysizlar. Xazinam tor til tarbiyalash va oliy ma'arif maslahat markazi. Hi everyone, welcome to I Language Training Center, a video classroom. And today we will learn new concept English. Book 1, lesson 15. Your passport, please. Okay, sağolasiz yaxshimizlar. Biz bugun shu yong'im inglizda birinchi qism 15-chi dars. Your passports, please. degan darsni o'qiymiz. Undaqda boshdan shu darsimizningki yangi so'zliklar va yangi so'zliklar bilan bir tanishib chiqsak. Okay. Birinchi so'z nima desanglar? Customers. Okay, nima birinchi? Customers. All right, customers. Xo'sh, bu yerga customers deganimiz nima desanglar? Tamojna. Ara tamojna deymiz. Desanglar customers deymiz. Customers. Customers deganim bo'ldi, tamojna. Tamojna. All right, customers. Okay, customers. Ama customers tamojnaga qanday desanglar, masalan, davlatdan chiqib cheganda, boshqa davlatga kirganda, bizniki tekshirtirgan shunami, bizniki pasportimizni, onaniki nima uchun kelganligimizni so'raydigan deymiz. Masalan, customers. Okay, masalan, at the customers bo'lsin, nima desanglar, tamojnada. Okay, at the customers. Okay, andaqda shu bir kino va terminal deydigancho, arada Xinfuzhong degan deydi hanzuzcha. Nima desanglar, terminal deganimiz hamda oxirgi bekat. Arada shu aerodromlarniki, shu yetib qolgan shu bekatni terminal deymiz. Andaqdan shu biz terminal bir kino va shuniki tamojnadagi bir ko'rinish va hamsa shu qisqagina film diqqat qilinglar. United Airlines announcing the arrival of Flight 9435 from Beijing. Customer service representative, please report to gate C42. 联合航空公司从北京来的94上午号班机已经到达，旅客服务代表请到 C42号站。All visitors to the U.S. should line up at booth 115. Please have your I-94 forms filled out. What's the purpose of your visit? What is the purpose of your visit? Business or pleasure? What is the purpose of your visit? Business or pleasure? Just visiting. Shopping. A plaisir. It's a pleasure. Business. How long will you be staying in the United States? Could I see your return ticket, please? What's the purpose of your visit? Business or pleasure? 1 month. Pleasure. Enjoy your stay. Next. Okay. Amsa sağolasiz ko'ringlar. Shu bir intayin ta'sirli kino, bu shu bosh qahramon shu Amerikaga borganda davlatlar ishga urush qilib qanday bo'ldi desanglar, davlatning hukumati ag'darib tashlaydi, shuning bilan bu odamniki hech qanday bir nemish qilmay davlat tavalligi bo'lmaydi-ku. Ya sirtqi ishlanmaydi, shuning bilan hech qanday bir davlat vatani yo'q bir odamga aylanib qolib, shu terminalda yuz bergan bir necha yuz bergan ta'sirli hikoya so'zlandi. Bu intayin qanday desanglar, haqiqatan ta'sirli, haqiqatan qanday desanglar, ko'rishga arziydigan kino-ku. Bo'lsa mush kinoni sizlarga tavsiya qilay. Ko'ringlar, davomli qayt ko'ringlar. Shuningdek, mush kino sizlarningki ingliz saviyangni o'lchaydigan bir o'lcham bo'lib qolishi mumkin. Masalan, hozir ko'ringlar, balkim jiqnasini tushunmasliging mumkin. Lekin shuningdek, har oyda bir qatim yoki har bir hafta bir qatim yoki 2 hafta bir qatim qayt ko'raversanlar, borgan sir qanday desanglar, sizlar tushunadigan gaplar ko'payadi. Demak, endi sizlar bu bir kinoga asosan qanchalik tushunganinglarni sizlar bu bir o'lcham qilibchi, o'zinglarniki ingliz tili saviyasini mana bir o'lchaydigan o'lcham qilsangiz bo'ldi. Balkim hozir ko'rang, 1 oydan keyin ko'rang, 6 oydan keyin bir ko'rang, 1 yildan keyin bir ko'rang. Ishonamanki, bu har qaysi qatim ko'rganda undan oladigan zavq, uni tushunadigan shu til qanday desanglar o'xshamaydi. Cho'qim bu intayin zo'r sizga foyda berib kelishi mumkin. All right, endi manadagi bir necha muhim jumla ekan qaranglar. So what is the purpose of your visit? Okay, endi anaqada qisqartirib the purpose of your visit.
Okay, the purpose deganimiz nima desanlar? Purpose degan maqsad muddasi. Of your visit. Sizning ziyoratingizning yoki sizning mushakkilshingizningki asosdagi maqsadi nima? Endi tamojdan so'raydi, va endi bu yerga nima ish qilgan kelgansiz? Ya savdo qilganimi, sayohat qilganimi, o'yin qilganimi, yoki tuqqan yo'qligimi, shunami? Shuni what is the purpose of your visit? Agar sizlar chet elga chiqib qolsanglar, tamojdan demak bu savolni so'raydi. What is the purpose of your visit? Purpose of your visit, purpose of your visit degan shu, ha? Bu yerga maqsadi nima? Okay, business or pleasure? Okay, and the business. Okay, business deganimiz nima desanlar? Savdo. Okay, business deganimiz savdo. Or yoki pleasure. Okay, and pleasure deganimiz nima desanlar? Xushallik, ko'ngil ichish degan gap qo'sh shunga. Demakchi, bunda bir o'yinig'ini keldingizmi, demakchi sayohat qilganimi yoki bunda bir ko'ngil ichish uchunmi yoki nima desan, savdo uchunmi? Okay, nima ish bilan yoki nima ish bilan kelgan? Business or pleasure. Ba'zilar nima desan, vaqt komandir ko'rsatadi, savdo ishlari bilan bordi, shunami? Sayohat qilgani bordi, tuqqan yo'qligini bordi. Demakchi, hamda shu nima? Business or pleasure. Yoki business dan bo'ldi, yoki pleasure. Agar sayohat qilmoqchi bo'lsangiz, pleasure. Okay, what's the purpose of your visit? Pleasure. What's the purpose of your visit? Business. Okay, demakchi, hamda agar savdo ishlari bilan chiqsangiz, business, sayohatlarchi pleasure desangiz bo'ldi. Okay? Next one is officer. Okay, officer. Okay, office deganimiz ishxona. Officer degan iyorga odamni ko'rsatamiz. Mana xuddi drive, demak driver, chauffeur deganga o'xshash. Endi officer deganimiz nima? Officer, amaldor yoki mansabdor. Okay, mesela abaqki odam chiqdi, shu tekshiruvda amaldor nima? Officer. Okay, officer. And the customs officer. Okay, and the customs officer deganimiz hamda tamojna xodimi. Tamojna amaldori nima? Customs officer. Okay, officer. Good. Again, ikisi nima desanlar? Girl. Okay, girl. Okay, nima? Degan tovush. Arada Amerika talaffuzlariga or ketiladi, degan tovush. Girl. Okay, akishbanglar. Girl. Yaxshi. Girl deganimiz nima desanlar? Qizchaq. Hi girl. Hi girls. Qizlar nima? Girl deganimiz nima? Qiz. Qizchaq degan gap. Endi o'g'il bola degan nima bo'lgan tuqqanlar? Boy, shunami? Okay, boy. Boy deganimiz o'g'il bola, girl deganimiz qiz bola. Okay. Next one is Danish. Okay, Danish. Arat o'rg'i nima? Diq tushdi. Danish. Okay. Danish deganimiz Daniyalik. Daniyalik yoki Daniyani. Okay. Masalan, siz Daniyalikmi? Desak nima bo'ladi? Sana Are you Danish? Okay. Are you Danish? Siz Daniyalikmi? Yes, I am. Men Daniyalik. Shunami? Agar yo'q bo'lsa, no, I'm not. Okay. No, I'm not. Okay, ama grandiki. Nima Daniyalik? Daniyaning bayrog'i qanday ekan bolalar? Okay. Next one is friend. Okay, friend. Qaranglar, friend deganimiz nima? Do'st, odosh degan gap, friend. Friend. Talaffuz qilganda ustidan kechishlarimiz aslida qilamiz nazarroq tushadi. Okay. Friend. Okay, friend. Do'stlash. Endi mak rasmdagi bu nima desanlar? Friends deb do'stlar deb bir kino bor. Bu intayin yaxshi. Bu shu 5dan tortib oxirigacha ko'rilish nisbatan intayin yaxshi bo'lgan kino. Shunga shu ingliz tilini o'rganishlar uchun intayin aqdan esil kino bu. Bo'lsa, sizlar bu kinoni ko'p ko'rib turinglar. Qancha ko'rib tursanglar, sizlarniki ingliz tili ifodalashinglar intayin yaxshi uchun. Bu Amerika ingliz tilidagi kino, Xitoy yaxshi. Bo'lsa, vaqtinglar bo'lsa, nima dersanglar? Ammo shu Friends degan kinoni ko'rsanglar bo'lar deb buni loyoji deb qo'yadi. Loyoji. Like friends. Masalan, she is my girlfriend. U meningki nima? Qiz do'stim. Okay. She is my girlfriend. U mening nima? Qiz do'stim. Okay, my girlfriend deganimiz qiz do'st degan gap. Agar o'g'il do'st bo'lsa, boyfriend. Okay, boyfriend. An old friend was nima desam, bir koni do'st. Okay, and the old degan qari deb bo'lgan ekanmi? And bu qari emas, demak kona. An old friend. Good. Okay, next one is Norwegian. Okay, sal so'zlaymiz nima?
okay, Norwegian. All right. Norwegian. Yaxshi. Norwegian deganimiz nima? Norvegiyalik. Norvegiyaning degan gap. Okay, Norwegian. Masalan, ular Norvegiyalik bo'lsin bo'ldi. They are Norwegian. Yaxshi. They are Norwegian. Ular nalikan? Norvegiyalik. Norvegiyaning davlat bayrog'i resimda ko'rib turibdi, sağlaşlar. Aniq ko'rinadi, Norwegian. They are Norwegian. Okay, and about Daniyalik deganini aytdik. Danish. Good. They are Danish. Shunaqa? They are Norwegian. Norwegian. Okay, next one is passport. Passport. Passport degan gap. Endi ma passport degan so'z qarasanglar, pass degan o'tmak degan gap. Port deganimiz nima desangiz, port. Port deymiz-ku shu paraqtil to'xtaydigan, ya'ni port deymiz. Ana passport demakchi shu portdan o'tish ishlaydigan kenishkini passport deymiz. Okay, demak endi o'sha chelga chiqqanda nima? Show me your passport. Show ko'rsatmak, me menga, your sizning passport. Pasportingizni. Demakchi pasportingizni ko'rsating. Demakchi pasportingizni men ko'rsating. Ama please degan nima so'zi, shunami? Takalluf so'zi. Andaqda buni your passport please mi deydi. Passport please. And the resimdagi birisi nima? American passport, another one is Chinese passport. Birisi Jungoning pasporti, yana birisi nima desangiz? American passporti. American passport and Chinese passport. All right, next one is brown. Okay. Abasaatlash brown deb o'qiydi. Ammo xato emas, chunki Angliya tilapmiz. Brown degani Angliya tilapmiz. Brown degani-chi. Brown degani shu Amerika tilapmiz. Okay, brown. Okay, and the brown deganimiz nima? Qahvarang. Okay, mana rasmdagi qizchaning rangi qanday ekan? Chechining rangi brown, right? You know, her hair is brown. Okay, uning chechi qahvarang. Mana shu rangni deymiz, brown deymiz. Are your hats brown? Nima? Sizningki shlapillaringiz qandaymi? Okay, brown mo? Demakchi, shu qahvarangmi yoki jigarangmi? Shunami? Okay, next one is tourist. Okay, ma tour degan sayli qilmoq, sayohat qilmoq nima? Tourist. Tourist bo'lsa nima? Sayohatchi. Tourist. Tourist. Okay, endi tourist. Diqqat qilinglar, tourist. Masalan, bu rasm qaranglar, bu rasmdagilar qanday? They are tourists. Okay, they are tourists. Okay. Ular bo'lsa, nimalar? Sayohatchilar. Okay. They are tourists. Okay, tourists. Demek ular sayohatchi. Tourist degan sayohatchi, tourists degan sayohatchilar. Endi ko'plik shakli.